She'ring nomi ko'chalar. O'zi asli tor ko'chalar, uylarda yashaydigan odamlari bor ko'chalar. Qayerlardadir farzandga odamlar zor, lekin bu ko'chalarda bobolarning ko'p nabiralari bor. Nabiralarning assalomu alaykum degan kalimalari bor. Ba'zi rahbarlar bu ko'chalarni ko'zga ilmas. Bu ko'chalarda yangi O'zbekiston kelajagi yashaydi. Balki prezident qarorini hokimlar qilmas. Yangi ustun qilar, yangiliklar bolalar duo bilan bo'lsa chollar. O'zbek so'zini aytar dunyo minbarlarida prezident. O'zbek yurti keng, hamma millat teng. Yurt uchun, xalq uchun ne qilding? O'ylab ko'rsin. Yurtdoshlar, bajarsak qarorni, o'ylasak nomusu orni. Yurt abadiy turadi, kelajak olg'a yuradi. O'ylasa o'zingni, torsang har tomon davlat bo'ladi yomon. Dushmanlar ko'z olaytirib, ortingdan pichoq tirab turibdi. O'zimizning qo'llamasak davlat kim qo'llaydi? Farzandlarning yaxshi yo'lga yo'llaydi. Davlat boshlanadi uydan, yo'llardan. Yurtimiz qolish kerak kelajakka. Halol so'z, halol rizq nasiba bilan olg'a. Muhtaram prezident, keling bir choylashaylik. So'riga o'tirib olib jaylashaylik. Ikkalashib ko'p qilaylik ish joyi. Paxtabod xalqining qozonida qaynasin go'sht moyi.